Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar, bugungi videomuz Shoxlezdan bo'ladi obunachilar. Ichkengiliklar va obunachilar ichkariga kirib birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan oldin mazin tushuntiradigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'stonda bu Shoxlezimiz. Bu yerdan kelsak, Qirg'izobod tarafdan keladigan yo'limiz toza salib turgan domlarning yonida. Ko'rpa mashina indalari bo'ladi-ku, buyurtiladi. Yanında yo'lni bo'yida obunachilar. Bu tarafdan kelsak, Bo'ston bozor tarafdan keladigan yo'l. Yo'lni bo'yida o'zi Shoxlez ko'rinib turibdi. Do'stlar, kanalga yangi obuna bo'lamiz. Bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Ishga kirib endi ma'lumotlarni olib chiqamiz. Assalomu alaykum Shoxlez do'koni kuzatuvchilari. Bugungi aksiyamiz faqat konditsionerlar uchun bo'ladi. Bugungi aksiyamiz 3 kun amal etadi. 3 kun davomida ulgurib qolasizlar degan umiddamiz. 3 kun qo'yamizmi? 3 kun qo'yamiz. Buni ustida shuyda bir skuterni aytib o'tib ketsak, hozir ko'p skuterlarda prava kerak, nomer olish kerak deb turibdi, lekin hozir prava, nomer hammasi atmay etildi. Skuterlarimiz narxidan keladigan bo'lsa, endi bularga rahmatjana prava ham, nomer ham shart emas. Shart emasmi? Bekor qilindi u qarori. 14lik skuterlarimizni 2.800.000 so'm aksiyaga qo'yib beramiz. 3 kun davomida 2.800.000 mi? Hamma yerda solishtirib ko'rib kelib olasizlar. Ha. Hamma yerni solishtirib so'ng kelaversin bu. So'ng kelaversin. 2.800.000 so'm. Endi qarang, rahmatjon, bugungi aksiyamizni o'zi konditsioner uchun qo'yacakmiz. Konditsionerni keyin ko'rsatamiz. To'xta. Evvel videoda kommentariy show qo'yishatdik. Kommentariy showni hozir eng oxirida o'ynaymiz. Kommentariy show. Videoda show uyushtirib beramiz, xudo xolasa. Obunachilar pilisos kimda pilisos? Pilisos mana turibdi. Muxlislarda sho'da olgan xolodilniklar uchun qo'yib beriladi. Bizlarda kelib turib, qanday xolodilnikdan olishdan qat'iy nazar shu pilisoslar ketadi. Kelib turib 1 millionga asl shu xolodilnikda misoldan 1 millionga asl shu pilisos shuniki. Bekor qo'yilgan. Kelib turib 500.000 so'mga kelib asl Xolodilnik olsa bo'ldi ketdi. Shurda necha so'mlik vaj olsa, shu pilisos xolodilniklarga qo'shib beriladi. Obunachilarga qaranglar. Oldingizda podarkisi bor, tabii. Eng kichisidan ham kattasidan farqi yo'q. Bugungi aksiyamiz rahmatjonaga 12lik konditsionerlarga bo'ladi. O'tgan safar videomizda konditsionerlarimizni 5.500.000 so'mdan aksiya etib qo'yib beramiz dedik. Lekin sovg'asini aytmay o'tib ketdimiz shu vaqtda. Bu yerda ko'rib turganingizdek, qarang, konditsionerlar bir chetda aytamiz. Artel, Immer, Zifler, Rulus, Chigo, Royson, Magna, Zifler, Sil. Bu konditsionerlarimiz hammasi 5.500.000 so'mdan. 5.500.000 so'mga endi non sovg'a berajak bu bola deysiz-ku. Ha, 5.500.000 sovg'a qarang. 5.500.000 ichida ustonoqisi mutlaq tekin bo'ladi. Qoraqalpog'iston xarazm bo'ylab. 1 milliondan sotilgan rossiyskiy Luxel pechkamiz bir konditsionerga ketdi bu. 40 litr turadi o'zi. 40 litrlik pechka. Podarki. Sovg'a. Pilososimiz Monex brendi asosida ishlab chiqarilgan. Go'sht mashinamiz va sokni jmalkamiz, utugimiz Tifalimizni originalidan. Aga endi men muxlislarga aytib o'tacak gapim, Zifler konditsionerni olib o'tirgan vaqtimda 2 tur konditsioner bo'ladi. Buni tashqi blogi kichkina varianti, katta blogi. Tashqi blogi kichkina variantlarni odamlar 5.500 dan sotib turibdi-da. Endi qarang, sizga hozir buni isbotlab beraman. Bu konditsionerni Ziflerni tashqi blogi kichkina Zifler konditsioner ham invertor bo'ladi. Mana misoldan shularni DC invertor bo'ladi. 135 dan 268 gacha volt kontrol, TMPN hamma narsasi bor deb yozib qo'yibdi. Bu konditsioner 3.900.000 so'mdan berib beraman. 3.900.000 so'm. Zavod bahada etib beraman u konditsionerni. Zavod bahada? Zavod bahada. Javobmi? Endi qarang, buni nechib solishtiradi endi desangiz, mana. Shuning uchun men yakka qo'yibman bu narsani. Original Zifler konditsioner mana bunday bo'ladi, aga. Yine obunachilar. Endi raziyasini ko'ramiz buni. Ha, ikkisini solishtiramiz qildimi? Nechik bo'ldi, aga? Nechik bo'ldi? Bekora qo'ying. Aniq ila obunachilar, bunga qarang. Original Zifler 5.500.000 so'mdan sovg'alari bilan. 5.500 dan sovg'alari bilan. Buni anchaga barabar bo'ldi. Bloguna qarab turib olish kerak. Bunday olib ketavermasizlar 5 million. Buni 3.900 dan o'rnatib beramiz buni. 3.900. 3.900 dan. Ina obunachilar. 3 kun davom etadi, aga. 3 kun. Obunachilar 3.900 dan buna sanga bo'ladi. 5.500 olsanglar podarkilarni ko'rdinglarmi?
Hammaga qo'llab-quvvatlagani uchun rahmat. Bugungi videomizda o'tgan safarga chiqargan videoni kommentariy shovini o'tkazishimiz kerak edi. To'g'ri, shuni aniqlaymiz. Shuni aniqlaymiz. Shu videoda aytiladi obunachilar, bularni kanalida aniqlanadi edi. Shahlayazli kanalida aniqlanadi. Kanalga o'tib, podpiska bosib, shu yerga o'tgandan so'ng shu Shahlayaz do'koni kommentariyasida aniqlanadi deb aytdik. Endi qaraymiz buni o'zi o'tgan safar qo'ygan videomiz. Mana shu qo'yilgan. Yine obunachilar video. 853 dona kommentariy yozilibdi. Endi buni ijtimoiy aniqlaymiz buni. Endi buni tasodifiy o'tirgan qaytargan holatda aniqlaymizmi? Tasodifiymi? Ha. Yuqorida eng birinchi qolsa, kimning ati chiqsa shunda qoladi. Yuqorida tepada eng birinchi qolgan odamga. Shunda buni hamma kommentarlarni ko'rsatib o'tdik. Hammasi bor xullas. Shunda pastga 5 marta, yuqoriga 5 marta o'tiramiz. Bo'lmasa pastga 3 marta, yuqoriga 2 martami? Tasodifiy ham aniqlik. Tasodifiy. O'tang. Qanday bir pasa qaytarganda. Shu yerda kim to'xtasa shuni. Qani. Shirin Matchanova. Tabriklaymiz. Plyusosda kelib Shahlayaz do'konidan olib ketaverasiz. Plyusosdan tutib o'yna. Obunachilar Plyusos tutkusunda. Plyusos tutdi, Plyusosimizni beramiz. Endigi kommentariyaga rahmatjanaga hozir bu video chiqadi endi. 3 kun davomida bunga bir dona elektron mikrofon qo'yib berajaqman. Bu safar o'zgacha bo'ladi endi. Elektron mikrofon. Nishash kerak bu kommentariyada. Buni qo'shimchasini sirli sovg'a bor. Kommentariyada sirli sovg'a bor. Sirli sovg'a qo'yamiz. Bundan boshqa yana bir sovg'a bor. Buni adin aniqlaymiz. Xayr, rahmat. Jach kerak. Bungami? Ha. O'zimizni shu Shahlayaz do'koniga o'tib, podpiska bosib, videoni ko'proq maksimal darajada tarqatib, kommentariy yozgan odamni aniqlaymiz. Obunachilar, videoga o'tasizlar. Videomizni ko'rasizlar, videoni odamlarga tarqatib Shahlayazga obuna bo'lishlari kerak. Shu kanalda aniqlaymiz obunachilar. Kim dedik, kim o'tdi bu nomini? Obunachimiz ketsa bo'ladi-na, bemalol. Shirin Matchanova. Shirin Matchanovani tabriklaymiz. Obunachilar 3 kun davom etadi. Rahmatchilar, hozir 3 kunga konditsionerlarimiz aksiya qo'yib berdik-ku. Qo'ygan aksiyamiz faqat nalichi pulga amal etadi. Keyin undan tashqari rahmatchilarga biz ham do'konimizda tub burilish bor, yangilik bor. Endi biz ham do'konimizga kelib turib xohlagan maishiy texnikasini oladi. Pasport ham shart emas. Pasport ham shart emas. Plastik ham shart emas. Pasportini oddiy rasmi bilan kelsa bo'ldi. Do'konimizda xohlagan vajini olib keladi. Pasportini rasmini ko'rsatsa bo'ldi. Rasmini ko'rsatsa bo'ldi, xohlagan narsasini olib keladi shu do'konimizda. Kir mashina bo'ladimi, gaz plita bo'ladimi, televizor bo'ladimi, skutermi, mebelmi, xohlagan vajini. Pasport bir dona rasmga berib beramiz, ag'a. Bir dona pasportda rasm bo'lsa bo'ldimi? Qiynalib yurib, plastigim yo'q ekan, ishlamaydimi, оборотный ish haqi kerak ekan, hech narsa kerak emas. Shunday pasportning rasmini ko'rsatadilar. Xohlasa kopiyasini olib kelsin, oddiy kopiyasini. Maishiy texnikamizga kelib turib, xohlagan vajini beramiz. Yine obunachilar imkoniyat yangiliklari qaranglar bu. Endi pasport ham ikkala bir shart emas-ku. Rasm bo'lsa bo'ldi-ku. Shunday ag'a, pasportini rasmini ko'rsatadi, bizning do'konimizdan xohlagan vajini savdo etib ketaveradi. Bizning do'konimiz bilasiz, universal market, xos tovar kerak bo'lsa, xos tovarni ham ishlab beramiz, mebel kerak bo'lsa, mebelni ham ishlab beramiz. Bitoy bo'lsa, bitoyini. Endi gilam do'konimiz bor, xudo xolasa gilam do'konimizni endigi videoda chiqaramiz. Gilam do'konimizda zo'r aksiya bo'lib turibdi. Yine obunachilar, nov kerak bo'lsa topsanglar bo'ladi, Shahlayazda yana ko'rtasizlar. Hamma narsani shu pasportni rasm bo'lsa bo'ladi-ku. Pasportni rasmi bo'lsa bo'ldi, ag'a. Shu betini rasmga tushirgan pasportni rasm bo'ladi, oddiy deb turarasiz. Shu rasm bo'lsa bo'ldi. Obunachilar yangiliklarga qaranglar bunga. Obunachilar bo'ylanib o'tiradi yer qolmadi, hozir Shahlayazda kelaveradigan bo'ldi yine obunachilar. Nov kerak bo'lsa topsanglar bo'ladi obunachilarimiz. Shu yerda videomizni yakunlaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani Shahlayazda kutib qolamiz.